Hurmatli obunachilarimiz, 17-mart sanasi. Xudo xolasa tabriklarimizni boshladik, kechki tabriklarimizni. Kelayotgan Navro'z bayramlari, Hayit bayramlari muborak bo'lsin aziz obunachilar. Bugun xudo xolasa tabriklarimizni Orjanda boshlab oldik. Bugun Yakubjon onani 79 yoshni to'ldirib, 80 yoshga kirganlar munosabati bilan barcha farzandlari nomidan tabriklash uchun keldik. Birinchi galda Ro'zbay o'g'li nomidan tabriklaymiz. Izlarinda O'ktanbay o'g'li, Xurshidaxon qizi, Umida, Kunduz qizlari nomidan va Xudo shukr og'amni, Zevarjon akalarimizning nomidan yurib tabriklab chiqamiz. Tabriklarimiz esa boshlaymiz. Shu qatorda barcha ahlilarni tabriklab turdim. Guzash tomadimda qani ketdik esa. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli onajonlar, barchalaringizga bayramlar muborak bo'lsin. Hayit bayramlari, Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, YouTube ijtimoiy tarmog'ida Hamdan bloger nomi ostida kutilmagan surpriz loyihani olib boramiz. Bugun shu surpriz loyihamizni bugungi sonida Yakubjon onam bosh qahramon bo'ldilar. Yakubjon onani tabriklash uchun keldik. Bugun Yakubjon onam uchun tayyorlangan chiroyli dekoratsiya bor. Shuni taklif qilamiz, bir qarsaklaring sadosi ostida. Yakubjon assalomu alaykum. Yaxshimisiz ana? Yaxshi turibsizmi? Tabriklaymiz. Bugungi yubiley yoshingiz bilan. Ya'ni 79 yoshni to'ldirib 80 yoshga qaragan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim shu yoshga kirmaganlar kirsin. Siz 100 ga kirgaysiz. 80 ni to'ldirib 90 bilan to'qnashib, 100lar bilan yuzlashib o'tirgan vaqtingizdan xatorimizdan hech kim xato bo'lmasdan tabriklab kelish nasib qilsin. Yakubjon ona, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklab kelamiz. Birinchi galda o'g'lingiz Ro'zbay og'amning nomidan tabriklayman sizni alohida. Tabriklab turibdilar. Izlarinda O'ktanbay o'g'lingizning nomidan. Katta qizingiz Xurshidaxon, Umidaxon qizingiz, Kunduzxon, Xudo shukr o'g'lingizni va Zevarjon qizimizning nomidan tabriklab qolamiz. Yakubjon ona, shu qatorda kuyovlaringiz bor. Kuyov emas siz uchun bular. O'g'illaringiz, shu qatorda gelinlaringiz, hamma ahtiqlaringiz, sevimli cho'liqlar, hammalari sizni tabriklab turibdilar. Qizlaringiz o'zlari hozir Rossiyada ekanlar, musofirchilikni boshlaridan o'tkazib turibdilar. Shu kameramizda ko'rib turibdilar. Shu jarayonni alohida sizni tabriklab turibdilar. Masofalar uzoq bo'lishidan qaramasdan siz bilan qalban birgalar. Har doim bahor gullarining ochilib, sochilib birgaysiz. Ikki dunyo saodatini yetkazsiz. Inshaalloh ming oyni ko'rgan vaqtingizda 84 bahorni qarshi olgan kuningizdan davran bundan degan barcha qarindosh to'g'rilar bilan tabriklab kelish nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz uchun tayyorlangan sovg'alar bor, surprizlar bor. Hamma qarindoshlarning o'zlari niyatlab qo'ygan sovg'alari bor. Biringizni topshiramiz. Marhamat olib kelishlaringiz mumkin. Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas.
Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mana faqat u bilan. Mana borimcha yurar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Rahmat. Yaxshigina rahmat. Bugun aqtiqlaringiz, cho'liklaringiz sizga chiroyli gullarni, tortlarni topshirdilar. Ilohim hayotingiz shu tortlarning chiroyli, gullarning chiroyli bo'lib o'tsin. Har bir kuningiz bayram bo'lsin. Sog'likda, omonlikda, vaqt xo'shchilikda shunday bayramlarning ko'plarini ko'rishga nasib qilsin. Shu qatorda bugun Umida qizingiz Rossiyadalar. Shonda bo'lishlarini qaramasdan Rahimboy bilan birgalikda sizni tabriklamayman. Shu aqtiqni shohlatganni, qalaversa Umidaxon akamizni, Rahimboy og'amizni sizlar niyatlab tug'an dunyodagi bebaho ne'mat Qur'oni Karim kitobi, joy namozi, tasbihlarini qabul qilasiz. O'z qo'llari bilan shohlatgan topshirasiz. Marhamat. Hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar. Onajon, men bilaman bu hayotda eng chiroyli, eng zo'r sovg'a bu Qur'oni Karim kitobi. Har bir mo'min musulmonning sovg'asi bo'lmuş. Qur'oni kitoblarni topshirdilar. Inshaalloh umra safarlarına, katta hajlara yo'llanmani topshirib o'tirsin farzandlaringiz. Ilohim hajona bo'lib o'tirg'aysiz. Shu oilani to'rinda duo, farzandlarni duo qilib o'tirg'aysiz. Sog'lom bo'lg'aysiz. Endi shu qatorda bugun qizingiz va aqtiqimiz Maftunaxon akam bilan birgalikda Xurshida akam sizlar sovg'a topshiracaklar. O'zlari niyatlab bo'lgan sovg'alari Mavlud akamizdan taklif qilamiz davramizda. Ana marhamat. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mana faqat u bilan. Mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Alohida Ro'zvoy o'g'lingizni va Shirinjon keliningizni nomidan tabriklaymiz. Yana bugun sizlar niyatlab chiroyli choponlarni topshirdilar. Ilohim shuning choponlarni, shuning do'llarni, shuning sarpolarni ko'plarini to'zdirmak nasib qilsin. Shu qatorda Toshkentdagi o'g'limiz O'ktonboy og'amni nomidan alohida tabriklayman. Shaxsan ham keliningizni nomidan alohida tabriklaymiz sizni. Sog'lom bo'lasiz. Endi davramizda siz uchun qadrdon bo'lgan aziz mehmonlarimizni Maryamjon ammamizni taklif qilamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Qani hamma qarindoshlar kelib, anamni yuzlarida o'tib tabriklab qo'yishlari mumkin. Hammaga taklif qilamiz. Ilohim baxtimizga onajonlarimiz yerdagi farishta misol jannatiy onajonlarimiz sog' bo'lsinlar, amon bo'lsinlar. Qani marhamat. Hindiston akamizni taklif qilamiz. Kamilaxon akamizni ham taklif qilamiz davramizda. Aslanbek yevingizni ham tabriklab turibmiz. Bemor bo'lsa agar bu zot titroq bosar tanamni, Robbim ayla ehtiyot, xasta qilma onamni. Alohida Qur'onboy og'amni, Zulfiyaxon akamni, Rahimaxon akamizni nomidan yurakdan tabriklaymiz. Ilohim sog'-omon bo'lsinlar. Hamisha shunday yaxshi kunlarda shunday tabriklab o'tirsinlar. Hamisha shu sulolaga yaxshi kunlarga kelish nasib etsin. Onajonim, onam mana, mehribonim jonimman, otamning ko'ngli pardo. Barcha aziz mehmonlarimizni va farzandlarni, aqtiqlarni anamiz yana taklif qilamiz.
Qani marhamat. Cennet kuşan anam kanı. Alohida sizni tabriklab turgan qizingiz Zevarjon akamni va gevingiz Mansurbek og'alarimizdan tabriklaymiz. Yine aftingiz sog' bilan topshiracaklar shular nomidan. Ilohim bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, do'st dosh kelsinlar. Ertaga videomizni ko'rib quvonib o'tiradilar. Bir qarsaklar bo'lsin azizlar. Ulardek mehribon tushunarlar Qani marhamat hammalaringizni anamiz yana taklif qilamiz endi. hasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovda hasta qilma onamni yarim bilasandek yangi mana yaramni qo'yib hayotimga chek hasta qilma onamni mushtoqdirlar yo'limda qalbim tilma onamni rozidirman o'limga hasta qilma onamni Osonangiz Malikaxon anamizni beramiz. Ham chiqaningiz, ham do'stingiz, sirdoshingiz, yaqininiz tabriklab qo'yadilar. Malikaxonni marhamat tabriklab qo'yasiz. Tebriklayman. Ömrünüz uzak olay, bizden vaktimize, bazılarının vaktine sağ olay. Allah Teala yine 100 yaş veriyor. Şimdi hep verenlerden Allah Teala yine yüzlerini görmek istiyor. Gelmiş diye Allah'ın koyadık, koyuna oturmasına Allah'ın özüne nasip etti. Allah'ın öğretirse sağlam olmatırgayız. Artık çoluk gelirler argayız. Ömrünüz uzak olay. Allah'ın hem o şimdi yakışı günü hiç mesele gelip oturmaz bir Allah'ın özüne nasip etti. Sağ ol gayet. Şöyle otur. Oturma oraya. Assalomu alaykum. Shu kechamizni qatnashchilari. Mana tavallud kunimizda o'tiribmiz. Xudoyim kelganda mana 80 ekan. 84 yoshining oylik to'ylarida 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yurgan tavallud kunida mutluymiz. Xudo sog'lik bo'lsin. Hamma oshxonadana yaxshi kunlarga geymiz. Musofirda yurgan jigarlarimiz ham sog' bo'lsin. Mana shu tavallud kun bilan tabriklab turibdilar. Geldim shularni vaqtlarini, baxtimdan taqdirdan suyanib o'tirgay. Shu akamni ko'rmen, aqtiq to'ylarini ham geldim ko'rib, shu nevara gelinlarni salomlarini olib qo'shalab to'ylatib o'tirdilar. Ömrü uzak bo'lay. Yana bir bora tabriklayman tavallud kuningiz bilan geldim. Sağ bo'laysiz bizdan vaqtimizda. Yaşını bulan tabriklayman. Yani yüzlere görün, vaktinize sağ olun, selamet olun. Assalamu aleyküm. Yine Xudo xolasa yine emmemiz 80 yaşına girdiler. Şu 100 yaşlarına girgəndə işində səpimiz yok almayın. Yarım işləm emmemi təbriklab oturmaq nəsib etgək həmmemizə. Həmməni işindin 80-100 yaşlarınıza girgəndə bağlarınızı işində emmemi bağları qızlarını sirab. İşindi təvəllüd günlərini ötkəzib təbriklab oturmaq nəsib rozu qılğay. Həmməni şimdi günlərə yetirələr ya ilahim. Sağlıq, salametlik olğay, yurtumuz tinç, abad olğay. Şimdi yine ertəg günü Xudo qalasa heyit, Roza-i Ramazan heyitimiz. Həmməyin şu Roza-i Ramazan heyit beyramları bilən olsun. Arıqı ne oldu? Navroz beyramın bilən. Təbrikliyimiz Xudo xolasa şimdi günlərə yetirələri həmməni sağlıq, salametlik olay, yurtumuz tinç, abad olay. Yine şu video çürkələrimizə rəhmət kətdə. Tapqallarınız, yaxşı günlərinizə, toylarınıza buyurun.
Sağ ol bugay. Yine Kur'an bayanmasını yaşlayıp gitti. Mamani 80 yaşına girgeneyken, daim 100 yaşına girgenler şunda oturuş nasip etsin, 100'lere girin. Tebrikliyim mama. Hem benim evimde şimdi yaşı gün olsun. Gel. Gel. Ben doğulan günü senden təbrikləməm. 100 yaşlara girəyinizdən şunda bin nağış qulağınızda təbriklər oturur, şəhərmənizə nəsib etsin. Güzel benim mi ben? Gel Zülfiye. Assalamu alaikum. Yine bugün emmemni 80 yaşlı yubileyken Xudayım 100 yaşlara gireyemden. Sen vaxtımıza, Allah'ın vaxtına sağlama yükleyip. Şimdi Roza-i Ramazanlarını köpünü bir yerlikte göreyimiz Xudayım. Sağlık, salametlik olay. Efkemle yok yine Hurşide, Ümide, Zevercan, Vektem. Sizlerin namazlarım emmemi tebrikliyim. Sağlama yükleye sizleriniz. Hemden beyk sizlerin işinize ahmet. Sağlama yükleye sizler. Rahmet. Nabiyun Akbatına doğulgan güneyken şu münasebet bilen hemme gelip deyinam, hemmenize rahmet. Apam Xudayım baxtımıza sağ olay. Rastgele kemlerini namından, Xuda şükürne, vük tamamını namından apamını tebrikliyim. Hem baxtımıza sağ olay. Baxtıklarına, toylarını görüp sövünü batırgay Xudayım hem o. Ene tebrikliyim. 100 yaşlara girip senle. Vaktimize sağ salamet yürüyün. Aktıklarınızı, çoluklarınızı toyunda hemişe başını yürüyün. Sizni yaxşı göremiz. Tebrikliyim. Ene köp yaşlara gireyim. Ben vaxtıma hem sağ olun. Vallahi toyunu görüp hem sağ salamet baş olup şükür nasip etsin. Ene tebrikliyim. Doğan günleriniz bilen 100 yaşlarına ötürgeysiz. Bizden vaxtımıza sağ salamet boğaysız. Atamam tebrikledi. Ene tebrikliyim. Doğan günleriniz bilen 100 yaşlara gireyim. Vaxtımıza sağ olun. Hemişe bizlere baş bulgaysiz. Musafir beni apamını ülkemin namını tebrikliyim. Ene doğan gününüz bilen tebrikliyim. Vaxtımıza hemişe sağ salamet bulgaysiz. Ene doğan gününüz bilen tebrikliyim. 100 yaşlara girgeysiz. Toylarımızdan baş bol oturgaysız. Tebrikliyim. Ene tebrikliyim. Doğan gününüz bilen 100 yaşlara girgeysiz. Kendi doğan gününüzde apamla, halamla, emmesi bilen birlikte inşallah bu hayırdan oluyor. Ene tebrikliyim. İlahim köp yaşlara gireysiz. Vaxtımıza sağ bol oturgay serdayım. Rahmat, salomat bo'g'aysizlar, omon bo'g'aysizlar. Ruxsatlaringiz bilan so'zni anam o'zina beramiz. Anamizdan farzandlari bo'lgan yaxshi niyatlarni tilaklarni eshitamiz marhamat. Yaxşı balam, ballarım, gelinlerim. Sağlaman bu gaysta şimdi Roza-i Ramazan heyit aylardan bahar bayramlardan köplerini görür geçse balam. Ballarım, gelinlerim, hemmenize rahmet. Doyum
isterim sağlaman bulup meni yaşımdan köp yaşlara girerse rahmet balam ikinizden emmenize rahmet sağlık salametlik dilemek sere balam Kudayım meni yaşımdan köp yaşlara girerse Rahmat ana, salomat bo'ling. Aziz boshi zamon bo'lsin. Hamisha yo'llaringiz ravon bo'lsin. Ilohim yuzingiz kulgudan, chehrangiz tabassumdan, yuragingiz urushdan, oyoqingiz yurishdan talmasin. Ikki dunyo saodatini bersin Allohimiz. Allohim shunday hayit bayramlaridan, ro'za Ramazon oylaridan ko'plarini ko'rmak nasib qilsin. Hech kim hech qachon kasal bo'lmasin, farzandlar baxtini ota-onalarimiz sog' bo'lsinlar. Shu qatorda aziz mehmonlar, bu xonadondan erta o'tgan otamizni eslab o'tamiz, ya'ni Olimboy otamizni, Narima otamizni. Joylar jannatdan bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Qolgan umrlarini Allohim birdek sizga, birdek farzandlari qo'shib bergan bo'lsin, yaratgan egamiz. Xonadoningiz to'yxona, murodxona, chillaxona bo'lsin. O'zlari oramizda bo'lmasalar ham men bilamanki, siz bilan qalbim birgalar. Shunda ruhlari gezib yurgandilar, aylanib yurgandilar. Har doim farzandlari dilovchi, qo'llovchi o'tgan bo'lsinlar. Xonadoningiz bir mudom yaxshi kun bo'lsin. Onajon, tabriklaymiz. Bugungi 80 bahoringiz bilan kerakda tabriklab qo'yamiz. Marhamat, endi siz uchun tayyorlangan chiroyli tort bor. Shu tortni kesamiz endi. Qani marhamat. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz. Aziz mehmonlar, hammalaringizni endi davramizga taklif qilamiz. Xurshid akani qo'shiqi bo'ladi. Mashina oldim taxo. Marhamat. Marhamat. Yeah.
Benim bir 100 yaşlara gelip oturacaksak kişi olgan söylüyorum da Allah baş olup vaktimizde. Tebrikliyim ben. 100 yaşlara gireceğiz. Sen. Tebriklime yaptım, 100 yaşlarına gireyim. Hey, uçma. Vallahi rakatını görüp alıp gelirler alayım. Başa gelirler Zenadımıza sağlığa baş olup bir yolumuzu indi yapabileyim. Tebriklime yapabileyim hemen. Orusçalana sağ yüreğine. Bundan yine vermek izi var. Söyleme vermiyor. Annem 100 yaşlara geriye kızaya, aktif çoluklar rahatını görüp oturayım. Hemşe yanımızda sağlama yüreğine. Babam diye. Ne sınavlardan o'tgan bu, ne sabırlardan o'tgan bu, shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharafli